Kuling, kuldiring. Qilaolmaymanmi kuldirib? O'zim kulay birinchi. "Real" yoqadimi? Hala Madrid. Kechagi o'yinlarni futbol ko'radiganlar bo'lsa ko'rdinglarmi? As Shiddat dabdala o'ynadi. Layklar uchun rahmat. Rahmat. Bunyod aka, xo'p, rahmat. Selam. Merhaba. Hiçbir şey yok. İyiyim. Türkçe gapiryapman. To'rtta kinoni ko'rib, biladigan to'rtta gapim bor, shuni aytib o'tiraman-da, endi nima deyman? Aktsentam yig'laydi, pошёл deb. Mashalloh, çok güzel görünüyorsun. Oo, teşekkür ederim. Toshkent qayerda turasiz, yangi Toshkent? Nima gaplar, tinch aka? Hech gap yo'q, kunni boshlab oldik. Ozgina ishlarim bor edi, ularni qildim. Rahmat kattakon. Erkin aka, assalomu alaykum. O'shanga hozir o'sha efirda o'tirib, menda ham bitta savol bor edi. Rosa liftga osilib turdim. Menda liftda turish g'alati bo'lar ekan-a. Keyin liftda turdim. Oxiri manga kelgan vaqtda yana hali efir ochaman. Hozir xizmat bilan bolalar zo'r. Hozir xizmatimiz bor edi. Hali efirimda kelsanglar birinchi tortaman dedilar. Endi hali domilla xudo xolasa efir ochsalar borib savolimni berib o'tsam bo'ldi. Lekin shunaqa narsalarni aytyaptilar. Bo'ldi, suhbatni o'zgartiramiz. Men yig'layman hozir bo'lmasa yana. O'lib ketmaysanmi deb hozir bittasi keladi. Hammanglarga xayrli kun. Kunni qanaqa boshladinglar? Yaxshi o'tyaptimi? Hiç bir anlamadım. Evet. O'zbek tilida konuşuyorum ben. Odan anlamadınız. Chiroyli ekansiz. Oy, rahmat. Cho'ttam Zulayho. Hech gap yo'q. Assalomu alaykum Husniddin aka. Rahmat. Menga podpiska tashlayotganlar efir uzganimdan keyin qaytaraman. Faqat lichkani to'ldirib tashamanglar. Lichkaga umuman qaramayapman. Balkon, assalomu alaykum. Авторитет 1990. Assalomu alaykum. Sadece çok güzel olduğunu anladım. Teşekkür. Kinoga kostyum bo'ladi-da, kinoni olib kerak. Oyatilla, salom, tanishsak bo'ladimi? Qayerdansiz? Oyatilla aka, men haqimda nima bilgisi kelyapti? Men to'ldirib tashlayman. Yo'q, bugun dam olish. Dam olish kuningizmi? Necha yoshsiz? Men Lochinbek aka 32 yoshman. Xatosiz ko'ngil. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Nimaga ismingizni Zulayho qo'yishgan? Mabodo bilmaysizmi? Yusuf Zulayho qissasini eshitib, uydagilar Zulayho ismini yaxshi ko'rishgan. Onam xohlaganlar, o'shaning uchun Zulayho qo'yishgan. Shohrux aka, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Rahmat, yaxshi, qalaysiz? Prosta tanishmoqchiman. Zulayho, Toshkent, 32 yoshman. Vidushiman. Rahmat, Shohrux aka, yaxshi. Shu bilan borib efirga qaytib keldim. Hali yana efir ochar ekanlar. Bugun men endi efir ochmasam kerak-ku. Mahalla qayerda? Yangi Toshkent. Tushunarli, shunaqa. Rahmat.
Tinch, Allohga shukr. Rahmat aka, sizyam joningiz sog' bo'lsin. Ismingiz chiroyli ekan, rahmat. Lekin ismingizga emas ekan, rahmat. Shu bilan bugun efirni ham ochdik. Umuman na makiyaj bor, na boshqa. Bittasi rosa yozardi, labingiz botoksmi deb bo'yirdim-da katta qilib mana. Labam o'zimniki. Qayergasiz hozir? Uyga? Uydaman. Yangi Toshkent qayerdan o'zi u? Voy, sizlar hali o'tmadinglarmi Yangi Toshkentga? Bizani propiskalarni o'zgartiryapti Yangi Toshkent deb. Ko'zlaringiz chiroyli. Ko'zlaringiz ne chiroyli. Chiroylimi? Kiprigam yo'q. Yangi joymi deyman de. Yangi joy. Manam so'ramoqchi edim labingiz mana. Zavodskoy. Botoksmas. Привет, привет. Yangi Toshkentmi? Yangi yo'lmi? Yangi Toshkent, aka, Yangi Toshkent. Voy, bular yana choyxona deydi. Oldingizda kim yuribdi? Bolam yuribdi. Makiyajsiz ham go'zal, siz zemlyak. Voy, rahmat. Yangi bozormi? Yangi Toshkent. Salom Azamat aka, assalomu alaykum. Ne bu Husniddin akani yurgingiz qilibdinglar? Nimadir dedilarmi? Men ko'rmay qoldimmi? Juda kulgili, chiroyli insonni chiroyli deyishadi. Ey, rahmat. Salom, assalomu alaykum. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Ishlardim, hozir uydaman. Sotuvchi kassirman men. Qutbiddin aka, assalomu alaykum. Sheva boshqa joyini beryapti. Ha, Sheva boshqa joyi beradi. Aman Toshkentning qoq markazidan emasman-da. O'shaning uchun aksentim shunaqa. Quloqsiz 40. Layqlar uchun rahmat. Assalomu alaykum. Choyxona qilib kerak-da. Voy, sizlar mazah choyxonaga borasizlar, choyxona oshiysizlar, cho'sh. Da. Bo'ldi, shunaqa qilamiz. Podpiska qabul qiling. Ha, efir o'chirgandan keyin hammaga qaytarib yuboraman. Davron aka, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Qandaysiz? Yaxshiman, bo'ladi. Lekin yarashibdi-ku sizga yana. Voy, rahmat. Layqlar uchun rahmat hammaga. Boringlar sizlar. Oshxonada ikkalanglar endi oshxona debman, ikkalanglar endi topishib olib, mani efirimda achosh, ham shirin qilib yeb kelinglar. Nima edi? Zevdira. Voy, biling, tilimni sepib chiqdi. Devzira. Nimada devzira bilan zig'ir oshiga qiling. Voy, men bir qotib qoldim-a. Jazaq somsa haqida aytganimni eshitdinglarmi? Yo'qotib qo'ygan paytim anaqa bo'ldimi? Eshitmay qoldinglarmi? Rustam aka, layqlar uchun rahmat. Kod. Qotdimmi? Juda chiroyli, shaddod. Muhammad aka, rahmat.
Shun bilan qotib qoldim o'sha yerda aytvorli. Jizzaxga borganimizda birinchi borgan paytim Jizzax somsani hali yemaganman. Variant lekin voy, o'zingiz ham somsa pishira olasizmi? Конечно. Man norinam pishiraman, somsa, beshbarmoq, shilpildoq, nima ovqat bo'lsa hammasini tayyorlay olaman. Voy, blin, tilim ketyapti. Devziragi sizga kuchlilik qilarkan, qotib qoldingiz. Da. Shunaqa. Manda hech gap yo'q, tinch. Hozir oshxonamizda remont ketyapti. Remont tugagandan keyin man food vedoshi bo'laman. Ovqatlar tayyorlayman, shirinliklar tayyorlayman, sizlar bilan efir ochib. Man ketdim. Qayerga ketyapsiz? Yaxshi boring, charchamanglar. Rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin, aka. O, ko'z tegmasin. Ko'z tegma. O, ko'z. Son. Tushunmadim u gapni. Ish chiqib qoldi. Hop, o'zingizga qarang, kuningiz yaxshi o'tsin. O'shanga food vedoshi bo'lib, ovqatlar tayyorlab, shu yerda man yozolmayman. Hop, bo'ladi. Keyin salatlar tayyorlaymiz, ovqatlar tayyorlaymiz. Gaplashib ko'rasizlar. Karina, assalomu alaykum.